Pulim yo'q edi ham, figuram bor edi. Har bitta gapim dona-dona edi davralar ichida-da. Любой akani oldiga borib suhbatga borganimda ish so'raganimda yo'q demagan. Bitta ko'rganda o'zini ustida ishlagan bola ekan deydi. Hatto vaqti bekor o'tmagan deydi. Keyin ikkalasini birlashtirdim, bilasizmi? Figurangiz bo'lsa zo'r. Уверенsiz. Pulingiz bo'lsa ham zo'r. Дважды уверенsiz. Lekin ikkalasini birlashtirsangiz, вот это да, deysiz. Chunki sizni pulga sotib oladigan ham, sotib olmaydigan narsa ham ikkalasi ham bor. Pulim yo'q payti tekinga-yu senga berilgan axatdirdim shu qobiliyat qilgandirdim. Qilib turaver zalga kirib, tekinga berib turibdi-yu, Xudoyim taolo senga figurant emasdim, sog'liging dedim. Qilaver bir gap bo'lardi. Puling keladi. Gapirib berganman podkastlarimda, haqiqatda qiynalganimda, hatto shu ishni ham tashab qo'ymadirdim. Shuni tashab qo'ysang birov pul beradimi derdim? Yo'q. Diplomatiya dedim, yana bitta diplomatiyaga qaytaman. Hamma ishimni kaliti zalda boshlangan. Okalar bilan tanishib turib ishga kirishim, okalar bilan tanishib turib nima qilishim, ukam bilan tanishib turib kontent yurishim.